Atmosferani bombaligini ko'ringlar. Hozir yo'lda o'rtasida turib qo'yib olib yukni tushirdim. 5-si bitta joydan yuklaganman, 6 ta joyga tushirishim kerak. Hozir 5-sini tushirdim. Xullas karachi bilan yukni tushiradigan bola bilan urushib talashib, o'zi bular nemis agar bilsalaring, bu Avstriyada bular hammasi nemis tilida gaplashadi. Mana bitta narsaga hayron qolaman-da. Masalan, Germaniyadagi odamni nemis deydi, o'zbek deydi. Avstriyani nima afirizmi nima deydi? Bu nima deb nom qo'ysa bo'ladi. Bular bilan urushib talashib, qarochi hamma yo'qlar chochilgan u narsalarni yig'ishtirib, asosiysi ishtonni ko'tarib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma yo'lda bo'lib, xudo xolasa mana o'sha yo'lga chiqib ketyapman. Inshaalloh 6-si oxirgisi qolyapti. Mana bu atmosfera bilan mana ketyapman sekin. Inshaalloh bu kechgacha yetib borsam kerak, lekin bugun ulgurmayman. Ertaga soat 8 da tushirasan dedi. Xudo xolasa endi yostiqchani borib shundaqa qattiq quchoqlab uxlaymiz. Onasini hamsa Fir'avn orqamizdan kelsa ham uyg'onmaymiz. Yomon charchadik borib, mana tog'larni ichidan o'tib kelib, Avstriya deganda faqat tog'ni tushunasizlar bilaman. Tog'ni ichidan o'tib kelib, qarochi inamizni ko'rdik. Bir gap